Hamma adam ziyon tortyapsa, kaldan sizlar ziyon tortmadinglarmi? Necha ming kalni beqib uyqu bilan kelyapti degan odam shu-a? Uyqu yaxshimi ya? Yaxshi, yaxshi. Do'stlar, necha yilni yoqqa kali boqadigan baxmachi do'stlar nayt ziyon tortdi. Bularmi shu 2023-yildan 25-yil yarim yilgacha. Lekin Mahmudcha apandim asosiyatdan ziyon tortmay, shu kali bo'z ilib yig'ib 5000 kalni to'plab oldi mana. Men qaranglar, men sizlarga bir gapni dey. Tarixdan buyon baylar kimo desa baxmachilar degan. Men 2024 keldimmi, 25 keldim kelgan chaqda 3000 atrofida kali bor degan hozir 5000 olib ketdi. Hozir yana 10000 kali oyoq yig'ib 15-20000 kali boqma deydi. Demak, burundan tortib hozirgacha mayli bo'ron chapqin bo'lsin, kalichilikninki foydalanmagan. Mayli yaxshilab kelsin, izchil qilib kelganlik uchun men ko'rdinglarmi? 15000 kali deganninki necha 100 million pul olib ketdi. Xotanda 2015-yillari toshdan pul topgan nurg'un toshchag'inlarimiz bor. Kirib bu sohani bilmaymida mablag'ini bankka to'g'ish tursin deb sapaqqanlar 2022-23-yildagi ma bo'ronga bardoshlik berolmay ma kalichilikninki. Shunga tikatdi ular. Bir mo'j ziyon bilan tikatdi. Kali qishni, kalichilikni bunda shunda haqiqiy amaliy ish qilayotganlarni kelib o'rgansanglar bo'ladi. Xolisa 5000 kalini bakmak asan emas. 5000 kalini bakadigan adamni boshqarmoqning o'zimi asan emas. Asan emas. 25 adam ishlaydi desak 25 adamning 25 xil qo'y keldi bu yerga. Ha. Adam ishlatib bakqansiz o'sha karxanchilik tushundi. Adam ishlatmakdasiz. Shu. Kalibekishdan adam ishlatmak, adam bekishdas. Adam bekishdas. Mana solab qo'ysak turdi, qo'ziga chiqasin. Ya biz hozir asosiyatni zavodni mashina adam qilib yetparmas. Ancha-muncha bir xalta qashlaydigan yerda 3 adam qoldi. 30 mo zavodda. Anandan keyin ancha-muncha kompyuter qaraydigan yerda adam qoldi. Hozir xalta qashlaydigan adamni mashinadan qilib etsak, anandagi bundoq mashinadan bir skanerlab, yemni besiydigan adamni mashinadan qilib etsak, shunlar mendan boshqa adam qolmaydi zavodda. Kelar yil qilamiz uni.